shohona etajdan sizga bitta bir xonali kvartira topib qo'ydim. Kirib yashashga tayyor holatda hozir uyni obzorini chiqaraman. Akatsiya Gorgaz Buxara City'ning ro'parasida joylashgan 4 etajli panelli domning 2-etajda bir xonalik uyni obzorini ko'rsatishni boshlayman. Kirib yashashga tayyor holatda. To'g'rida kirganingizda asosiy kiraver eshigi mana bu yerda prixoja mebellar qilib qo'yganlar. Hech qanday narsalar olib ketilmaydi. Sanuzel xonalarni ko'rishingiz mumkin. Pastdan tepasigacha kafel qilingan. Bu esa oshxona. Oshxonada ko'rayotgan barcha mebel texnikalaringiz qoladi. Yaxshi kir yuvish mashinalari, yaxshi, yangi ideal holatda. Asosiy xonasini ko'rishingiz mumkin. 36 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Tashqi tomondan trezalari almashtirilgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Ushbu kvartiraga 24800 so'rashmoqda. Hali bunday narx yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasiz.